Hammasini keyin ustidan unaqa yog'dan ana to'kkansiz, sesma to'kkansiz bu tarafdan. Keyin chiqib. Baq tepa qirq. Yani to'g'irlaganman aka bunda. G'oy ariyo bo'lyapti aka mana. Oddiy misol ariyo bo'lyapti. Agar yo'lda chatsa borga ariyo bo'lmaydi mana shu. Tekis chiqadi. Hay aka, mana qarang, bu yerda serichkangizga qarang. 13 bo'lish kerak eng kamida. 10 bo'lgan. Loyihangiz bo'yicha 5 qilgansiz bu yerda. Hammomniki, padakorniki bunday anaqasini qilgansiz, bari anaqasi padakornik bunday bo'lmaydi aka. Bu yerda yo yonida serichka bergan, serichkani qilmasdan hech yetib tashagansiz. Buzing deganda klass setga qo'ymagansiz bunga 100%. Yo'q, buni qilamiz, bartaraf qilyapmiz aka, bitta bartaraf kelyapmiz. Shanglar ham 20 dan qo'yilmagan. Buni kolonnani buzing. Derazalaringizga birlik berib ketgan, katta deraza bermagan, birlik berib ketgan, yonida serichka bergan. Texnozorni loyihachini chaqirib bersangiz, joyida obyektga qaramagan uchun, obyektdan ko'p narsa chedashgani uchun to'g'ri ma'muriy qilaman. 99.1da modasidan yozilgan. Obyekt loyihachi kelib, shu narsani zamecheniya qilmayapti. Ko'radi, ketadi loyihachingiz. Texnozor ham bekor nomiga texnozor qo'yib qo'ygan. Obyektingizga bo'lgan paytda monitoring darajali organik kamchiliklar aniqlandi. Kamchiliklar o'rtasida yozma ko'rsatmalar berildi. Bu yozma ko'rsatmalar muddati 15 kun berildi. Shu 15 kun ichida kamchilikdan bartaraf qilmasangiz, Ma'muriy kodeksining 99.1 takrorni sodir etsangiz, 99.2 anaqa choralar bilan ma'muriy javobgarlikka tortilasiz. Shu Gazsim xodimlari keldi, qurilishimizni ko'rdi. Ozroq kamchiliklar bor ekan. Tushuntirish ishlarini o'tkazdi. Bartaraf qilib joyiga qo'yamiz kamchiliklarni.